Salom do'stlar. Bu odamlarning qiynoqlari Gollivudning eng dahshatli filmlaridan ham 10 barobar vahshiyroqdir. Ular yosh bolalarni sham bilan kuydirib azob bergan, qaynoq suv quyib terisini shilgan, ro'molcha orqali bir necha soniyada bo'g'ib o'ldirgan va ibodatxonada soatlab och qoldirib jazolashgan. Inson qanchalik shafqatsiz bo'lishi mumkin? Qurbonining so'nggi nafasini olayotganini kuzatishdan zavq oladigan, odamlarni shunchaki o'lja deb biladigan yirtqichlar oramizda yashagan. Bugun biz shunday 5 ta tarixiy qotil haqida gaplashamiz. Bu ishonchni qurolga aylantirish, begunoh odamlarni aldash, qiynash va yo'q qilish haqidagi tarixiy qotilliklardir. Garavito ismli birinchi o'rindagi yirtqich haqida eshitganingizda, nega bu maxluq hali ham tirik degan savol sizni qiynashi aniq. Bugun siz bungacha eshitgan barcha qo'rqinchli hikoyalaringizni unutasiz. Chunki biz insoniyat tarixidagi eng dahshatli jinoyatchilar ro'yxatining top 5 taligini tuzib chiqdik. Videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizni qo'llab-quvvatlashingiz bizga katta kuch beradi. Demak, top 5 qotillar ro'yxatimizning 5-o'rnidan boshlaymiz. Tug Behram tarixdagi eng sirli va ayni paytdagi eng dahshatli nomlardan biri. U tuglar deb nomlangan yo'ltusar qotillardan iborat guruhning yetakchisi edi. Tuglar o'lim va vayronagarchilik ma'budasi Kaliga sig'inishgan. Ularning e'tiqodiga ko'ra, qancha ko'p odamning qoni to'kilsa, ma'buda shunchalik xursand bo'ladi deb hisoblashgan. Behram va uning to'dasi oddiy qaroqchilar emasdi. Ular san'at asari darajasidagi yolg'onchilar edi. Ular savdogarlar yoki ziyoratchilar karvonlariga biz ham yo'lovchimiz deb qo'shilib olishardi. Oylab birga safar qilishgan, bitta qozondan ovqat yeyishgan, qurbonlarning to'liq ishonchiga kirishgan va tunlarning birida o'rmonning eng qorong'u qismiga yetib kelganda to'satdan qirg'inni boshlashardi. Behram qon to'kishni yoqtirmasdi, chunki qon iz qoldiradi. Uning yagona quroli ro'mol deb ataladigan bir uchiga og'ir tanga tugilgan sariq ipak ro'mol edi. Tanga ro'molni otganda aniq mo'ljalga borishi va qurbonning hiqildog'ini ezib yuborishi uchun kerak edi. Behram qurbonning orqasidan kelib, ro'molni chaqmoq tezligida uning bo'yniga tashlagan. Ro'mol shunday bog'langanki, qurbon hatto ovoz ham chiqara olmagan. Behram odamning ko'zlariga tik qarab, jon taslim qilish jarayonini daqiqama-daqiqa kuzatgan va bundan ruhiy ozuqa olgan. Ular qurbonni o'ldirgach, uning qorni va tizzasini pichoq bilan tilib chiqishgan. Bundan ko'zlangan maqsad murda chirigandan keyin gaz to'planib shishib ketmasdi va qabrdan tepaga ko'tarilib qolmasdi. Qurbonlar asosan sog'lom erkaklar, savdogarlar bo'lgan. Ammo ularning siri ochilib qolmasligi uchun guvoh bo'lgan ayollar va hatto bolalarni ham ayab o'tirishmagan. Eng shok qiladigan holat, Behramning nomi bilan 931 ta qotillik bog'langan. Lekin u o'z qo'llari bilan 125 kishini bo'g'ib o'ldirganini tan olgan. U tarixdagi eng ko'p odamni shaxsan o'ldirgan qotillardan biri hisoblanadi. O'nlab yillar davomida u sharpadek yashirinib yuradi. Faqat 1840-yilga kelibgina ingliz maxsus kuchlarining operatsiyasi davomida Behram ushlanadi. Uni o'z odamlari dahshatli qiynoqlardan qo'rqib, uni sotishadi. Behram qatl etilishidan oldin o'z jinoyatlarini ilohiylashtirib, men hech kimni o'ldirmadim. Bu ma'buda Kalining xohishi edi va men har bir bo'g'ilgan tomoqda Xudoning nafasini his qilardim deya o'zini oqlamoqchi bo'ladi. 1840-yilda bu 75 yoshli qotil osib o'ldiriladi. Eng dahshatli fakt, tuglar sektasi 600 yil davomida 2 millionga yaqin odamni o'ldirgan deb hisoblanadi. Behram esa shu vahshiylikning eng mashhur ramzi bo'lgan. Pedro Alonso Lopez 1948-yili Kolumbiyada tug'ilgan. Ant tog'lari maxluqi nomi bilan mashhur bo'lgan qotil. Uning qilmishlari Janubiy Amerikani motam va dahshatga botirdi. Uning nishoni jamiyatning eng himoyasiz qatlami edi. Lopezning ko'zi faqat 8 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan qizaloqlarni ko'rardi. U ko'chalarda tentirab yurgan,
Uyi yo'q yoki ota-onasining e'tiboridan chetda qolgan qizlarni qidirgan. Bir oz shirinlik, pul yoki shunchaki senga chiroyli o'yinchoq ko'rsataman degan so'zlar bilan ularni kimsasiz o'rmonlar va g'orlarga olib ketgan. Keyin esa yosh qizaloqlarga haqiqiy do'zax boshlangan. U qizlarni darhol o'ldirmagan. Lopes qurbonini qalin arqonlar bilan daraxtga yoki toshga bog'lab qo'yar, so'ngra ularni shafqatsizlarcha va qayta-qayta zo'rlardi. Uning qiynoqlari soatlab, ba'zan kunlab davom etgan. U o'zining tan olishicha qizlarning qo'rquvga to'la ko'zlariga qarab lazzatlangan. U yalinishlarni, yig'lashlarni musiqa deb atagan. Qiynoqlar o'z cho'qqisiga chiqqach, u ularni bo'g'ishni boshlagan. Ammo birdaniga o'ldirmagan. Nafasi qisilib, hushidan ketishini boshlaganda arqonni bo'shatgan. Qizlar o'ziga kelib, yana yig'lashni boshlaganda jarayonni takrorlagan. U o'limni imkon qadar uzoqqa cho'zgan. Ba'zi qizlarni esa hali joni uzilmasdan turib, ko'zlariga tuproq tortib, tiriklayin ko'mib yuborgan. Ba'zida jasadlar yonida uxlagan. Lopes qamoqqa tushganda ochiqchasiga 300 dan ortiq qizlarni o'ldirganini tan olgan. Politsiyani o'zi o'ldirgan jasadlar qabristoniga boshlab borgan. U yerda 53 ta qizning jasadi bir joyda ko'milgan edi. U 1980-yil Ekvadorning bir bozorida navbatdagi qurbonni yetaklab ketayotganda mahalliy ayollar tomonidan ushlanadi. Olomon uni tutib olib, urib o'ldirishiga bir baqiya qolganida politsiya uni qutqarib qoladi. 300 ta yosh qizni o'ldirgan bu yirtqichga Ekvador sudi qanday jazo berdi deb o'ylaysiz? O'lim jazosimi? Yo'q. Umrbod qamoqmi? Yo'q. Ekvador tarixidagi eng yaxshi qotilga ular atigi bor yo'q 16 yil jazo berishdi. Eng dahshatlisi, u qamoqda o'zini yaxshi tutgani uchun 14 yildan so'ng ozodlikka chiqariladi. Keyin Kolumbiyaga deportatsiya qilinadi va u yerdagi ruhiy kasalxonaga joylashtiriladi. Biroz vaqt o'tib, Lopes u yerdan qochib ketadi. Interpol 2002-yilda yana bir qotillik ishi bo'yicha uni qidiruvga beradi, lekin topa olmaydi. Pedro Lopes bugungacha qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Ehtimol u o'lgandir. Ehtimol qaysidir Lotin Amerikasi davlatida yashirinib yurgandir. Uning taqdiri hozirgacha mavhumligicha qolmoqda. Ro'yxatimizdagi psixologik jihatdan eng shafqatsizi bu Maryam Saulakiotis. U Kiratiya Parisi va Ona Rasputin laqablari bilan tanilgan. U 1930-1950-yillarda eski taqvimchilar monastirining mutlaq hokimi edi. U odamlarni ko'chada ushlamagan. Odamlar uning oldiga o'zlari najot izlab kelishgan. Boy xonimlar o'z mulklarini monastirga hadya qilib, ruhiy poklanishni istab kelishgan. Sil va boshqa og'ir dardga chalingan kambag'allar esa shifo izlab kelishgan. U keksa ayollarga jannatga faqat mulkingizni menga bersangiz borasiz degan. Ammo monastirning katta temir eshiklari yopilgandan so'ng ularning hayotida chinakam do'zax boshlangan. Maryam hech kimni pichoqlamagan yoki bo'g'magan. Uning usuli qonunsiz bo'lsa-da, qo'shtirnoq ichidagi muqaddas qoidalarga asoslangan edi. U kelganlarning barcha mol-mulkini o'ziga o'tkazib olgach, ularni to'liq nazorat ostiga olgan. Uning qurbonlari orasida yolg'iz ayollar, keksa insonlar, rohibalar va davolanish uchun kelgan bemorlar bo'lgan. Ya'ni u zaif odamlarni tanlagan. Ular qochib keta olmaydigan va qarshilik ko'rsata olmaydigan odamlar bo'lgan. U qurbonlarini haftalab ovqatsiz qoldirgan. Xudoga yaqinlashish uchun tana ro'za tutishi kerak degan bahona bilan kuniga faqat bir burda qotgan non va suv bergan. Kechalari ularni muzdek tosh polda uxlashga majbur qilgan. Sovuqda yupungina kiyimda soatlab ibodat qilishga majburlagan. Agar kimdir charchoqdan yiqilib tushsa, qamchi bilan savalatgan. Eng yomoni sil kasallariga qilingan munosabat edi. Maryam mutlaqo dori-darmon ishlatishni taqiqlagan. Dori shaytonning ishi, Xudo o'zi bergan jonni o'zi oladi yoki davolaydi degan. Natijada yuzlab odamlar qon tupurib, yiringlab, ming azob bilan sekin-asta joni uzilgan. Maryam ularning joni chiqayotganini kuzatib turgan va
ularning gunohlari to'kilyapti deb jilmayib turgan. Eng dahshatlisi 170 dan ortiq ayollar va bolalar monastir devorlari orasida ochlikdan, kasallikdan va sovuqdan o'lib ketishgan. Maryam esa bu o'limlar orqali Gretsiyaning eng boy ayollaridan biriga aylanib, yuzlab gektar yerlarni o'zlashtirib olgan. Oxir-oqibat qochishga muvaffaq bo'lgan ba'zi odamlarning va vafot etgan boylarning qarindoshlari talabi bilan politsiya monastirga bostirib kirgan. O'sha kechada monastirdan 36 ta bola olib chiqilgan. Podvallardan holdan toygan va bog'lab qo'yilgan ayollar topilgan. Maryam umrbod qamoqqa hukm etildi. Uning yuzlab gektar yerlari va tillalari musodara qilindi. U 1954-yilda qamoqda vafot etdi. Lekin so'nggi nafasigacha u zarracha pushaymon bo'lmadi. U qurbonlari haqida "Men ularni jannatga yo'lladim. Men avliyoman" deb takrorlardi. o'n sakkizinchi asr Rossiyasi dvoryanlar dehqonlarni itdan ham battar ko'rgan davr. Darya Nikolayevna Saltikova, xalq tilida Qonxo'r Saltichexa nomlari bilan mashhur bo'lgan rus tarixidagi eng vahshiy zodagon ayollardan biri. U 38 ta qotillik bo'yicha aybdor deb topilgan va 100 dan ortiq shubhali o'limga sababchi deb gumon qilingan. U yosh, boy va o'ta ta'sirchan beva ayol bo'lib, eri o'lgach 600 dan ortiq kripasnoy qullarning yagona egasiga aylanadi. Ayolning ichidagi yovuz ruh ham aynan shu paytda uyg'onadi. U erkaklarga deyarli teginmasdi. Uning nishoni asosan yosh, go'zal dehqon qizlar va homilador ayollar edi. Chunki u beva edi va qizlarning yoshligi, go'zalligiga hasad qilardi. Arzimagan narsa, kiyimni yomon dazmollash, polni yaxshi yuvmaslik, noto'g'ri tik turish yoki noto'g'ri qarash mudhish qiynoqlar uchun bahona bo'lgan. Saltichexaning tasavvuri do'zaxiydan ham battar edi. U qizlarni ustunga bog'lab, qayin novdalari bilan to'xtovsiz yuzlab marta savalagan. Jasadlar tanib bo'lmas darajada parchalanib ketgan. Agar shunchaki urushdan zeriksa, u qizlarning yuziga qaynab turgan suv sochgan. Sochlarini yalang qo'llari bilan tomiri bilan yulib olgan. Eng yomoni, quloqlarini o'tkir qaychi bilan kesib tashlagan yoki qizigan temir dazmolni yalang'och tanalariga bosgan. Qish faslida u eng dahshatli jazolarni qo'llagan. U qizlarni kuylagini yechib, 20-30 daraja sovuqda hovliga yalang'och qoldirgan. Ba'zan muzdek suvga pishib, tashqariga haydagan. Odamlar muzlab qotib qolgan. Homilador ayollarni qorniga tepib, bolasini tushirishga va o'lib ketishiga sababchi bo'lgan. Bu jarayonlarni u o'tirib, choy ichib tomosha qilgan. Tekshiruvlar natijasida uning qo'l ostidagi kamida 138 nafar dehqon azoblab o'ldirilganligi aniqlangan. Qullar hech kimga shikoyat qila olmasdi. Kim qochib borib politsiyaga aytsa, dvoryan ayol pora berib shikoyatchini qaytarib olar va uni battar qiynab o'ldirardi. Faqatgina ikkita dehqon mo'jiza tufayli yangi imperatrica Yekaterina II ga xat yetkazishga muvaffaq bo'lishgan. Yekaterina adolat o'rnatish uchun jiddiy tergov boshlagan. Dvoryan ayolni qatl qilish qonunga zid edi. Ammo Yekaterina shunday jazo o'ylab topdiki, u o'limdan ham battar edi. Saltikovani barcha boyliklaridan, dvoryanlik unvonidan va hatto ayol degan nomdan mahrum qilib, qog'ozlarda uni maxluq deb yozishni buyurdi. Dastlab u maydonda xalq oldida "Men qotil va qiynoqchiman" degan yozuv bilan soatlab zanjirband qilindi. So'ngra uni Ivanova monastirining yerto'lasiga tashlashdi. U yerda na deraza, na chiroq bor edi. Mutlaq zulmat. Faqatgina ovqat berilgandagina sham yoqilardi. U shu zulmatda 33 yil tiriklayin chiridi. 33 yil qorong'ulikda yotsa ham u jinni bo'lib qolmadi va aslo tavba qilmadi. Teshikdan unga qarab o'tgan rohibalarga doim tupurib, ularni bo'g'ib o'ldirishni xohlashini aytib baqirib chiqqan. U shunday zolim ediki, uni hatto 33 yillik qorong'u tobut ham o'zgartira olmadi. Luis Alfredo Garavito insoniyat tarixidagi ehtimol eng katta, eng ko'p ketma-ket qotillik qilgan seriyali qotil. Uni La Bestia, yirtqich deb nomlashgan.
Ammo ko'rinishidan u o'ta muloyim, xushbichim, yuzidan tabassum arimaydigan odam edi va mana shu uning eng kuchli quroli bo'lgan. Uning nishoni faqat va faqat 6 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan murg'ak o'g'il bolalar edi. U ko'chada shirinlik sotadigan, uyi yo'q, poyafzal tozalaydigan himoyasiz bolalarni tanlagan. Ularni hech kim izlamasligini u juda yaxshi bilardi. Garavito qiyofasini o'zgartirish ustasi edi. Bir kuni u cherkov rohibi kiyimida, boshqa kuni kar va soqov, 3-kuni xayriya tashkiloti vakili bo'lib olardi. U bolalarga pul, ichimlik yoki shunchaki kinoga chipta olib beraman deb, ularni olis dalalar yoki o'rmonlarga boshlab borgan. Joyiga yetib borgach, muloyim tog'a birdan jallodga aylangan. U bolalarni maxsus murakkab tugunlar bilan daraxtlarga bog'lagan. Dastlab ularni ruhiy tomondan sindirgan, qochib qutula olmasligiga ishontirgan. So'ng vahshiylarcha zo'rlagan, ammo bu oxiri emasdi. Qiynoq usullari soatlab davom etgan. Sham va sigaret bilan jinsiy a'zolarni kuydirish, ustara va pichoq bilan kesish, bir necha marta pichoqlash, tishlab yaralash shular jumlasidandir. Qurbonlar uzoq vaqt azob chekkan. U ichkilik ichib, har birini alohida zavq bilan qiynoqqa solgan. U tom ma'noda tanani bo'laklarga ajratgan. Ba'zi jasadlarning boshi kesilgan, jinsiy a'zolari kesib tashlangan holda topilgan. U bu qiynoqlarni shunchalik uzoq davom ettirganki, ko'p qurbonlar og'riq va qon yo'qotishdan o'lib qolgan. Garavito qo'lga tushgach xotirjamlik bilan xaritani olib, har bir jasad ko'milgan joyni chizib bergan. U rasman 193 ta bolani o'ldirganini tan olgan. Qabrlardan 138 tasining jasadi topilgan. Ammo sud tibbiyot ekspertlari va isqvorlar uning jami qurbonlar soni 300 tadan, hatto 400 tadan oshishi mumkinligini aytishadi. U Kolumbiyaning 11 shtatida ov qilgan. U 1999-yilda 12 yoshli bolani zo'rlashga uringanida qo'lga olinadi. U yashaydigan uy tintov qilinganda, u yerdan bolalarning minglab kiyimlari, ismlari yozilgan kundaliklar topilgan. Shundagina politsiya kimni ushlaganini tushunib yetgan. Endi esa adolatsizlikning eng cho'qqisiga bir misol. Agar siz tayyor bo'lsangiz, men qonunning naqadar ojiz bo'lishi mumkinligini aytaman. 193 ta bolani bo'laklab tashlagan bu yirtqich Kolumbiyada o'lim jazosiga hukm qilinmadi. Sababi Kolumbiyada o'lim jazosi yo'q edi. Unga 1853 yillik qamoq berilgan bo'lsa-da, mamlakat qonunchiligidagi cheklov tufayli u amalda faqatgina 40 yil yotishi kerak edi. Garavito tergovga yordam bergani uchun bu muddat 22 yilga qisqartirildi. Tasavvur qiling, har bir o'ldirilgan bola uchun bir necha oygina qamoq. U 2023-yil ozodlikka chiqishi kerak edi. Odamlar uni o'z qo'llari bilan ko'chada parchalab tashlash uchun kutib yotgandi. Ammo taqdir o'z hukmini o'qidi. U 2023-yil oktyabr oyida qamoqxonada ko'z saratoni kasalligidan vafot etadi. Uning bir ko'zi butunlay erib tushib ketgan edi. Ehtimol bu Xudoning jazosidir. U qamoqdaligida muxbirlarga bergan intervyusida shunday degan: "Mening ichimda boshqa bir ovoz yashaydi. Agar meni bugun ozod qilsangiz, men ko'chaga chiqib yana bolalarni qidirishni boshlayman. Buni men to'xtata olmayman." U mutlaqo tavba qilmadi, faqat afsuslangani, yetarlicha ko'p o'ldira olmagani edi. Inson miyasi qanday qilib bunchalik zulmatga sho'ng'iydi? Buni anglash qiyin. Bugun sanab o'tgan qotillar oddiy hayotda oddiy odamlardek yashagan. Savdogar, rohiba, beva ayol va muloyim sayohatchi. Ammo ularning ichida qonxo'r shayton yashagan va ularning ko'pchiligi uzoq yillar jazosiz qolgan. Ba'zilari hatto umuman jazo olishmagan. Bu voqealar shunchaki qo'rqinchli hikoya emas. Bu tarixning bizga bergan o'ta qimmatli darsi. Yovuzlik har qanday qiyofada bo'lish mumkinligidan ogohlantirishdir. Bugungi videodagi ma'lumotlarni hazm qilish qiyinligini bilaman, lekin menga sizning fikringiz qiziq. Sizningcha ushbu ro'yxatdagi qotillarning qaysilarining xatti-harakatlari insoniylik chegarasidan ko'proq chiqqan yoki Ekvador va Kolumbiyadagi qonunlarning yumshoqligiga nima deysiz? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoni tayyorlash oson bo'lmadi. Shuning uchun mehnatimizni baholab, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Atrofdagilarga e'tiborliroq bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.